Rahul, ben sizden dostunuz olayım mı? Shundoq bu. Tinaning ahvoli og'irroq. Uni o'zimda qoldi. Biz doimiy hammasini qildik. Lekin qanday chiqib ketishga faqat umid bo'lmadi. Men uningga o'zining tanlash imkoniyati borligini aytgan. Lekin u sizning buni qanchalik yaxshi ko'rganligingizni biladi. Shuna u bu bolani o'zining jinidan esiz ko'rdi. Kızımın beni düşünüşüne ümit kılın. Onun apısı kim? O kandaktı. Bu suallara onun özü cevap verişini ümit kılın. Hatta bu tekstler çıkartın sizge tapşırdım. Her bir doğulgan günü için bir parça. O xatlerde onun gıdaydıgan yürek sözlerini yazılgan. Onun kaldırdığı başka meselem yok. Sizlerle kaldım. Sizlerle kaldım. Rahul. Say Rahul.
bilan do'st bo'lamsiz. Va'da bering. So'ramayman. Va'da bering. Siz shunday qo'yay. Siz bo'lsangiz faqat yarashmaydi ekan. Sizni aytib qalay. Darhol. Va'da bering. To'g'ri. Va'da bering. Meni kechiring. Sizni qalay. Siz ketmang. Mani yana va'da berib, qizimizning ismini Anjela qo'yib. Çoğbasan riyasatçı bolaman. Bilemsiz, xuddi Nilaga o'xshash. Kechiringlar, men hozir qaytib kelaman. E'londan keyin ko'rishaylik. Mening qiziqadiganim shokolad yeyish, gap anglamagan bolalarni urish, yana otamga duo qilish. Kechikib qoldim. Tayyorlik qilmasam bo'lmaydi. Dadam bilan kelib boraman. Xayr, xo'sh. Kelar hafta mush vaqt ko'rishaylik. Xayr, xo'sh. Xo'sh. Ajin to'xtang o'tirma. Mana qarang, so'zimni angla. Men faqat 2 soatga kechikib qoldim shu. To'g'ri. Men aldirashib qoldim. Nima aldirash? Hatto televizorni ko'rmay keldim. Chunki siz bilan birga savdo qilib chiqmoqchidim. Bak eshib ketdi. Men hamma narsaga tushunmayman. Men sizning qizingiz, ayolingiz emas, tushundingizmi? Qanday? Men sizning ham dadingiz, ham otangiz. Siz To'xta. Yo'q. Nima bo'ldi? Qopib qoldingizmi? Yo'q. Kechiring, endi bo'lgandi. इसीलिए तो मैं कहती हूँ ईश्वर एक रूप अनेक, लेकिन वो चाहे जिस रूप में भी हो, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा उन तक जरूर पहुँच रही है। तो ईश्वर से ये बंधन जोड़े रखना बहुत जरूरी है। कितना अच्छा बोलती है ना। बस तो आज यही तक। शर्मा, आपने अब अंत में पता है मुझे वैलेंटाइन के लिए गिफ्ट मिला था। रूपा जी, रूपा हमें गायत्री मंत्र सुनाएगी। मैं बोलो रूपा। गायत्री मंत्र तो मैं भूल गई। क्या? ये तो क्या कह रही रूपा? सुना बहनों, हमारी रूपा गायत्री मंत्र भूल गई। अरे बेटी, तू पूजा पाठ में ध्यान नहीं रखेगी तो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? अरे भाई, जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, उसी का असर तो हमारे बच्चों पर पड़ता है ना बहनों? तो फिर ये अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? अरे बच्चों की बात, ये मेरी पोती अंजलि। अपनी पोती को तो ये तुम्हें किसने सिखाया? पापा ने।
जाओ स्कूल फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ जाओ दादी चिट्ठी दो ना बर्थडे कब है कल तो ओह गो ये देखो नन्ना साहब आओ जी आओ बैठो 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 Hello जी enough yaxshi mislar apandilar xonimlar bugungi bu aql sinash kechiligiga musobaqa bolalar naq maydonda mahorat ko'rsatdi bolalar qutidagi temini o'z qo'li bilan tortdi nima chiqsa shu to'g'ri so'zlaydi bu haqiqiy mahorat uqdingizmi bo'ldi har bir o'quvchiga 1 minut vaqt beriladi faqat 1 minutla just vaqt degani 1 minut degan gapmi mening shundoq aytasiz lekin bizning jasur har yil o'tadi bilamsiz jasur ham yaxshi tilayman namish Ras o yaxshi Anjulami bu musobaqaga qatnashdi. O shikil javob so'zlaydi, xotirjam bo'ling. Rahmat. Xotirjam bo'ling. birinchi bo'lib musobaqaga tushirgan o'quvchimiz jasur kim bilsin Meni aqlli mening so'zlaydigan temam ibodat qiluvchi biz har kuni aytganda xudoga ibodat qilamiz dadam biz e'tiqod qilsak xudo xush bo'ldi deydi u bizni saqlaydi deydi Voh! opam biz ibodat qilsak cho'ng onam xush bo'ladi cho'ng uyni bizga berdi deydi ibodat haras mening ana yaqin do'stimning ismi ibodat yana bir artistning ismi ibodat nasizlab qoldim Meni qizim aqlli endi o'quvchimiz anchiligi keldi O ikkinchiga qani maqolamizning temasini o'qing Kechiringlar. Apa? Apa degan bizni eng suydigan kishi. Uning bizni qanchalik yaxshi ko'rdiganligini, qanchalik suydiganligini tasavvur qila olmaymiz. Apa degan bizni xursand qilishini o'ylaydigan kishi. Uning uchun bizdan yaxshi kishi yo'q. Apa degan biz kulsak xushal bo'ladigan, yig'lasak yig'laydigan kishi. Apa degan biz uningsiz mavjud bo'lolmaydigan kishi. Apa bek ulug'. Lekin bizning aqlimiz yo'q. Dadimiz bor. O da kuyunchi. Birinchi degan shu.
Rahul, Yeliq Sharma efendi esingdimi? Kim? Sharma efendi. Onundan telefon ketdi. Yeliq bizning Defledikka qo'shnimiz bizga elchi avatibdi. Kimga? Mana. Unda bo'lsa qabul qilib. Og'zingni yum. U qani bekchiraylik deydi. Men bu rad qildim. Men to'g'ri qildim-mi? To'g'ri qilsa. To'g'ri qildim-mi? Shundaq. Rasmi? Rost dedingmi? Rost, apa. Men davomli to'g'ri ish qilaman. Qachon xato ish qilib boqqan? Hamma ishni men qilaman. Qizlar chiroyli qo'sning bo'pti. Bugungi kunda chiroyli qizlar ozmitdi. Bizga ularning keragi nima? Sharma efendi siram bo'lib qopti. Bizning boshqa ishimiz yo'qdek. At degandan kashkicha elchi kirgizgacha o'zing to'yini qilsa bo'lmamdi, ha? Siram bo'lib qopti. Men bo'ldi, apa. Bolam, men davomli bundoq turmayman. Kundan kunga yolg'izlik his qilyaptim. Neyse. Men ba. Siz ba. Angela ba. Men hech qanday yolg'izlik his qilmadim. Bilamsa bolam. Men ayollar bilan bir yerga borsam, ular kelinlarini ilib oldi. Shundaq. Men bo'lsam yolg'iz. Bu dahshatli xuddi. Sizga sirtqa chiqish uchun kelin kerak xuddi-da. Yo'q bolam. Menga sening xushallig'ing, baxting kerak. Men baxtlik. Men baxtlik apa. Bolam, sen to'y qilmamsan. Apa. Bir laqatim yashaymiz. To'ymo bir laqatim bo'ladi. Muhabbatmo bir laqatim bo'ladi. Qaytib bo'lmaydi. Sen bu o'zingning holdan xabar ola olaysan. Lekin Angela qandaq? Angela nima bo'pti? his qilmadingmi? U bir oppoq muhtoj. Kerak yo'q. Kerak yo'q. Chunki undan yo'q narsalar bor. U bo'lsa-mu opsini xatlari. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, anti. Mening sevimli qizim Anjeli, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugun siz 8 yoshga kirdingiz. Shuningga ishonaman. Siz dadangizga o'xshash cho'ng bo'ldingiz. Ko'zlaringiz, chiroylaringiz shundaqmi, Anjela? Yo'q, men sizga o'xshayman. Dana qizim, dadangiz hozirmi oyoqdamay uxlandi. Uning bu odati o'zgarmaydi. Qizim, bugundan boshlab siz cho'ng bo'ldingiz. Bu haqda deydigan gaplarimni endi tushuna olasiz. Men sizga bir hikoyani so'zlab beray. Bu hikoyada men bor, dadangiz bor, yana Anjelami bor. Angela? Yeni kechikdingiz. Deganda qopolmayman. Qopolmay qoldingizmi yoki qo'rqdingizmi? Ha? Ay.
Rahul Khanna hech kimdan qo'rqmaydi. Rahul Khanna hech kimdan qo'rqmaydi. Ras. Lekin top o'ynashda Angel Shoraga kim ustirib qo'yadi? O'ynag'ingiz yo'qmi? Men foydasi o'ynasaq yana ustirsiz shu. Degan uxtila. Qani boshlaylik. Qani boshlaylik. Keling. Qani. Keling, ha? Sebabsiz, keling. Oy. Keling. Meni chidamas dema. Chidamas. Qanday chidamas? Angela, meni chidamas dema. Rahul bo'lsa chidamas. Chidamas. Uzadik chaqirma. Meni qizil dema. To'g'ri deysiz. Qanday qil degan bilan hali qilasiz, kayni kirib olgan qizlar meni. Kechiring qilsak, men ularni kayni kirib olmadim, ular meni kaynimga kirib oldi. Chunki Rahul kelishgan tatli qiliqlari kelishgan deb turdim yo'q. Bu bir chaqchaqmi? Albatta shunday. Chaqchaq bilan qo'shim yo'q. Chaqchaq bilan qo'shim yo'q. Rahul bilan Angela to'qishibdi. Rahul bilan Angela yana to'qishibdi. लड़का है ये कैसी लड़की है इसका मैं क्या करूं इससे मैं क्या कहूँ ये लड़ता है अकड़ती है झगड़ता है बिगड़ती है दीवाना है दीवानी है But he's your best friend, yeah. But she's your best friend, yeah.
गालियाँ क्यों पूछो तो हाय। कभी हमसे लड़ती है कभी ये करती है, करो दूर से छेड़खानी। ये लड़की है दीवानी है दीवानी, दीवानी दीवानी दीवानी। ये लड़की है दीवानी है दीवानी, दीवानी दीवानी दीवानी। की बातें यही जाने, कोई भी तो जाने ना। ऐसी वैसी कैसी है ये, कोई पहचाने ना। तो भागो ओ यारो, करनत शैतानी। ये लड़की है दीवानी है दीवानी, दीवानी दीवानी दीवानी। ये लड़का है दीवाना है दीवाना, दीवाना दीवाना दीवाना। आते जाते छेड़े हमको, ये माने न ये कहना। देखो देखो पागल है ये, हाँ बच के जरा रहना। ये इंसान है फिर भी अपना इसको माना। ये लड़का है दीवाना है दीवाना, दीवाना दीवाना। ओ ये लड़की है दीवानी है दीवानी, दीवानी दीवानी दीवानी। हाय हाय रे हाय लड़का, हाय हाय रे हाय। करता ना गालियाँ क्यों पूछो तो हाय। कभी हमसे लड़ती है कभी ये करती है, करो दूर से छेड़खानी। ये लड़की है दीवानी है दीवानी, दीवानी दीवानी दीवानी। ये लड़का है दीवाना है दीवाना, दीवाना दीवाना दीवाना। Coming up, it's that Rod Stewart classic. The first cut is the deepest. ओहो, हाय अल्लाह, ये क्या हाल बना रखा है इस कमरे का। ये लड़कियां तो मुझे पागल कर देंगी, कमबख्त सबकी सब। ये क्या पहाड़ बना रखा है सर पे। ये तो रोलर है रिफत भी, रोलर है रिफत भी। ये रोलर पोलर से लड़के नहीं पटते, मैं कह देती हूँ। हाँ तो फिर कैसे पटते हैं रिफत भी। हाय अल्लाह, कैसे कपड़े पहने हुए, शर्म कर लड़की। बोलो ना, मुझे नहीं पता कैसे पटते हैं लड़के। हाँ बताओ ना प्लीज।
नहीं? बताओ ना। अच्छा, लड़के तो लड़कियों की अदाओं पर मरते हैं, उनकी कमर की लचक के दीवाने हो जाते हैं, और मुझे नहीं पता। बहुत बोलती हो तुम सब। अरे क्या कपड़े बिखेर रखे जैसे कोई दुकान हो, साफ करो। अल्लाह, इस लड़की का मैं क्या करूं? अंजलि, ये सब क्या हो रहा है? कैसे कपड़े पहन रखे तूने? इट्स कूल रिफत बी, कूल। मेरी बच्ची, सारा तो लड़कियों जैसी हरकतें कराकर इन पगलियों के जैसी नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत। क्या रिफत बी, रोज रोज वही बात। अच्छा सुनो, बताए, मैंने आज राहुल को फिर से हरा दिया। राहुल, उस नामाकून से तू दूर ही रह। क्यों? He's my best friend, वो मेरा यार है। यार कब दिलदार बन जाए पता ही नहीं चलता। हाँ राहुल, प्लीज नेवर। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं। ये ले, खीर खा ले चुपके से। ओह थैंक यू। छोड़ लीजिए मंगली। Hi, Radio Xavier wishes you a cool happy birthday. Vay Kudayi maaşını. Mektepte kısık böyle iş ruhsat yok. Yaxshimi tilajigitlar? Ko'nglimizda yarishibdi. Nima qilsangiz? Ma'lumotlar to'g'ri. Sen ota-onalarga kısık böyle köyge de fikir qilma. Hey, to'xta. Hey, to'xta. Men mektepte kısık böyle keşki bo'lmaydi deb da'vatman. Aldingizmi? Ha, men Grandi. Grandi xinem. Nima? Bundoq kiyish? Men demakchi, maktabda qisqa ko'ylak kiyish cheklangan. Qisqa ko'ylak kiyish cheklangan. Nima? Bundoq kiyinish hozirgi moda efendim. Hech qancha gap emas. Ba'zi qizlar texnik ko'ylakni kiymaydi. Men undaq gap qilmam, Grandi xonim. Bo'ladi, moder. Bugun men chiroyli qilib ketdim. Siz bak chiroyli. Bak chiroyli. İntayin chiroyli. Rostmi? Bak chiroyli. Bilmem siz bundaq kiyinib olsangiz, yoshlarni zaharlab qo'yasizmikin? Zaharlab qo'yasizmiki? Siz meni yosh emas deyapsizmi? Ya sizdek yosh. Lekin Modira efendim, sizning kiyib olgan ko'ylagingiz. Buni bilaman. Rahmatlik Modira xonim, hayot vaqtida kiyimlari pok-pokiza, yoqilari tushib turibdi. Mundaqda. Lekin hozir undaq kelgandan foydasi nima? Foydasi nima deganingiz nemisi? Siz Modira Molter. Men Grandi xonim. Modira xonim. Xo'sh. Hakikaten müsait siz. Müsait siz. Bu dostluk bilezigi. Ben sizin okuyucunuz. Hem sizin dostunuz. Pek yaxshi. Ne oldu efendim? Bugün siz de hoşal görünürsünüz. Sizin demekçi? Ben mundakla sorat koydum. Mundaklardan. Menin kızım qaytib keldi. Şoňlaşqa. Sizin kızınız? Tina Londonda qaytib keldi. London'da? O Oxford Üniversitesi okuyor. Oxford Üniversitesi? Biz buraya turibdik. Lekin Modira xonim vafot bo'lgandan keyin men qaytib keldim. Meni u yerda turg'im kelmadi. Tina nimiz sizlar bilan qaytib kelmadi? U o'qishni tugatmagandi. Lekin uni da ko'nglim ketdi. Shunga uningga oxirgi yilni bizning maktabimizda tugatgan dedim. Qanday bizning universitetimiz Oxford Üniversitesiga aytmam ekan? To'g'ri. Meni qilgan garingiz o'qib qo'ying, ha? Albatta. Dostunuz muborak bo'lsin. Kim? Rahulmi? Shunda Rahulning do'stlik bilagini birinchi bo'lib men taqdim. Qanday? Chiroyli ekan. Nega yaxshi? Albatta. Oh, Sonya. Ben bu bilezikni sizga taqayman. Rostmi? Rost Sonya. Chunki siz qizlarning ichida hammadan chiroyli. Men biladigan qizlarning ichida eng chiroyli. Rostmi Rahul? Sonya. Sonya, rost. Rostmi Rahul? Taniya. Mening ismim Sonya. Rost, qarang, ko'zlaringizga qarab ezib ketib xato deb qo'yibman. Kechiring. Sonya. Shengim kelmayapti, Rahul. Moshi. Rahul, Rahul. Sonya.
Sonya. Siz pek chiroyliqchimi? Sonya. Siz nima degan tatliq? Sonya. 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 Rahul. Yerga chiqib. Kechiring Sonya. Men aldamchi. To'xtang. Ismingiz nima? To'xtang, ismingiz nima? Ismingiz? Yo'qlar. Yerimda vaqtimni bekor qildingiz. Siz mushunda qizlarning keyinda kimni qalash? Tamamsiz? Men qizlarning keyinda emas, qizlar. Bilaman. Siz bir aqlli, ham chiroyli qiz topamamsiz? Aqlli, ham chiroyli. Unda qizni men nereden topaman? Bana siz deganda qiz chiqishcha, mushunda qilib vaqt o'tkazaman. Qanday qiz? Mama bugungacha ta'sir qilgan biror qiz chiqashmadi. Qanday ta'sir qiladigan? Yurak ta'sir qiladigan. Qanday ta'sir qiladigan? Yurakni kuydiradigan. Siz tushunmaydigan. U mansa ams qaraydigan. O to'xtasa vaqtni to'xtaydigan. O kulsa chiroq qilqanda qilasiz. Chiroq qilqanda qilasiz? Onun oldida tizilib turib, quchog'imni yechib turib, onun ko'ziga tikilib qarab turib, men sizni suyman deyman. Ben sizni suyman. Tina. Ben Rahul. Yaxshimisiz? Siz qanday qilasiz? Chunki atigan model. Atigan o taqirvashni ismini chaqirmasangiz-chi? Tina, siz bu maktabga yangi keldingizmi? Shundoq, u Londondan Siz qanday qilasiz? Rahul, atigan model. Ben dedim o taqirvashni ismini chaqirmadi. Taqirvash? Sonya, siz Londonga qaysi maktabda o'qigan? Oxford universiteti. Oxford universiteti? Siz qanday qilasiz? Rahul, atigan model. Yo'q, o taqirvashni unutib ketam. Bizdan bir taqirvash dumchak maktab mudirimiz bor. Bu uning laqabi. Dumchak? To'g'ri dedingiz, uni so'zlamaylik. Qanday bizning maktab qanday ekan Sona? Yaxshi ekan. Yaxshimisizlar? Hey, to'xta. Cheshangni kesinglar-da. Cho'qon mudir. Voy, xudoyim. Dumchak mudir degan xo'sh. Yaxshimisiz mudir? Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz model? Yaxshimisiz? Maktabda qiz ko'ylak kiyishib bo'lmaydi. Qarang, men hozir Londondan keldim. Shu kiyimimni almashtirishga keldim. Ey mudir. Keling, mudir. Tina Londondan andili keldi. Kiyimini almashtirishga mutaxil ulgurmadi. Qo'liga chiqqan kiyimini kiyib ketdi. Sen qanday qilasan? Biz kichigimizdan tanishimiz. Kichigimizdan tanishimiz? Shundoq. Rasma? Rastada. Rastada. Dada. Dada. Baba, Mulkira efendim. İşxonaga kelgan bo'lsinmi? Ishxonaga sizni chaqiryapti efendim. Ishxonaga? Biz bir muhim ishni ochmoqchi. Sizlardan kelishinglar to'g'riliq. Qo'shamiz. O'zingizga haqli qo'sh. Tegashdim. Mana qarang. O qeri. Dumchak. Yana taqirvash. Yo'q, aqlli. Lekin u eski emas. Man qarang. Ha? Do'stlik kuningizga muborak bo'lsin. Biz sizni amir ko'rishdik. Do'stlik degan keyingi gap. Satlashdi. Qanday ta'sir qildi? Mening
xalimdiki emaskan. Nemishqa? Hindistonlik emasda. Londonda cho'ng bo'lgan. Londonliklar hay topgan qizni ota-onamning oldiga aytmasam bo'ladi. Yo'q. U mening xalimdiki emaskan. O mening xilim emaskan. Siz unda qizlarga topolmaysiz. Siz turmamsiz. Men? Agar men unda qiz chiqmasa, siz bilan to'y qilaman-chi. Unda qilamiz, to'y qilaylik-chi. Unda qilamiz, to'y qilaylik-chi. To'y qilaylik. Anda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hai, Tina. Qani ilang. Bu nima? Bu maktab formasi. Nice solsin. Angeli, sizdan bir narsa so'rasam bo'ladimi? So'rang. Bularning nima qaraydigandi? O'g'illarning qarashining sababi siz bilasiz. Qizlar bo'lsa o'g'illar nima bunda qaraydigan bo'ladi. Hayron bo'lib qaraydi. Tushundingizmi? Tushundim. Shunga hammamiz qaraydi. Agar bir sizni bo'za qilib qolsa, u da mening peshimga keling. Yoki bo'lmasa, Robona qilgan keyin. To'g'ri, u mening eng yaqin do'stim. Maktabda biz eng yaqin o'tganmiz. Ashrahul. Hay. Bizning maktabning bir qoidasi bor. Yangi o'quvchilarni naqsh etqizib qarshi olamiz. Qanday dedim do'stlar? To'g'ri. Rahul, u bizning mudir. Unda xo'sining bo'pti. Shuning uchun biz maktabning qoidasini buzamdiq, to'g'rimi? To'g'ri, shunda. Lekin Rahul u. Siz so'zlama. Mudirning laqimi. Siz aytibdi. Londondan Oxford Universiteti. Siz bilamsiz, siz cho'qim naqsh etishingiz kerak. Maktabimiz uchun bir hindicha naqsh etib bering. Hindicha? Meni kechirishingizni umid qilaman. Londonda turib, hindichani unutib qoldingizmi nima? Kechiring, bir minut. Rahul, u qanday hindicha naqsh etadi? Qandaqmi? O moderning qizi o'ygatmasa kim o'ygatadi? Siz og'zingizni yuming. Tena. Qani, hindicha naqshingizni boshlang. Tezroq bo'ling. Odatda bizning vaqtimiz vaqt bo'ladi. Shundaqmi do'stlar? Shundaq. Qani, boshlang. Men Londonda cho'ng bo'lib, bu yerda o'qig'anim bilan tilimizni, urf-odatimizni unutib qolganim yo'q. Sizning buni unutib qolmang. Hey
Hey, siz mening o'rnimda o'tiryapsiz. Kechiring. Kerak yo'q. Adi, sen keyin o'tir. Yaxshimisizlar o'quvchilar? Yaxshimisizlar? Amsa bugun biz yangi dars o'tamiz. Romeo bilan Juliet. Dunyoga mashhur hikoya muhabbat hikoyasi. Lekin boshlashdan ilgari men sizlardan bir savol so'ramoqchi. Sizlar muhabbat to'g'riliq nimani bilasizlar? Muhabbat degan nima? Qani kim so'zlab haqida? Ha? Qani qaysingiz so'zlab haqidlar? Ha? Siz? Tina. Qani danga muhabbat degan nima? Men bilmayman. Oh. Angel. Qani danga muhabbat degan nima? Muhabbat? Oh, bo'ldilar. Oh. Qani qaysinglar javob beralaysizlar? Rahul. Siz daqiqmi? Muhabbat? Muhabbat do'stlik. Agar u mening eng yaqin do'stim bo'lamasa, men uni yaxshi ko'rmayman. Chunki do'stlik bo'lmay, muhabbat bo'lmaydi. Oddiy muhabbat degan do'stlik. To'g'rimi, Granzi xonim? Qanday dedi? To'g'ri, Rahul. Nima degan to'g'ri, mukammal javob bu. Muhabbat, do'stlik. Qani savolinglar bormi, savoldoshlar? Nihoyat to'g'ri javob berganligingizga intayin rahmat, Rahul. To'g'ri, muhabbat degan do'stlik. Qadaq. Men bilan do'st bo'lamsiz. डिस्टर्ब किया भी होगा तो यू डोंट माइंड बोलिए मिस बरगेंजा। Anyway, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया मल्होत्रा कि सारी रिहर्सल कंप्लीट हो चुकी है। कल के कॉलेज कंपटीशन में हमारा कॉलेज बेस्ट होगा मल्होत्रा। दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स देखते रह जाएंगे, you know what I mean? ये सब आपकी वजह से हुआ मिस बरगेंजा। और ये सब तुम्हारे लिए है मल्होत्रा। Really मिस बरगेंजा? Really मल्होत्रा? Oh, Miss Bergenza. गिर गया। And our next college is Hamara College, Saint Xavier. क्या? Oh my God! वो नहीं आ सकते? मिस बरगेंजा, उनके एरिया में कर्फ्यू शर्फ्यू लग गया है, उनका वहाँ से निकलना मुश्किल है। गुड गॉड, अब क्या होगा? Let me think, please. आइडिया? Yes. No. तुम लोगों को ये करना पड़ेगा, वरना तुम सब लोग फेल। Mr. Malhotra. But sir, हम क्या स्टेज पे नाचेंगे गाएंगे? हमें तो कुछ नहीं आता। और आप तो स्टूडेंट्स को जानते हैं, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। Correct. It's a bad idea. Right. I mean, it's a bad idea, Rahul. Of course, it's a good idea. तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। जिन स्टूडेंट्स ने परफॉर्मेंस देनी थी, उन्होंने अपना टेप रिकॉर्ड किया है रिहर्सल का। बस मैं वो टेप प्ले करूंगी, उस टेप में से खूबसूरत गाना बाहर आएगा। तुम्हें उस गाने के बोल पकड़ के सिर्फ अपना मुंह हिलाना है। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है, लिप सिंक, ओके? नहीं चलेगा। मुझे में नहीं चलेगा राहुल, ऑफ कोर्स चलेगा मिस्टर मल्होत्रा। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू, बाबा चिन चिन चू, रात चांद में मेरा
कंट्रोल। नो। व्हाट डू यू मीन बाय नो? अंजलि तुम? भाई तुम्हें अपने कॉलेज की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? I know. That's very tragic यार, very tragic. कम ऑन राहुल, ये हमारे कॉलेज की इज्जत का सवाल है। चलो टीना, तुम भी हमारे साथ चलो, कम ऑन। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही। क्या कह रही हो टीना? हुई इससे? ए अंजलि, इससे क्यों पूछ रही है? Let's go. From the top. Play. What do I play? यही होगा। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? बरगेंजा मिस्टेक हो गई, रॉन्ग टेप लगा दिया मैंने।
मिल ही गया, मिल ही गया। मिल ही गया, मिल ही गया। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ। पागल था मैं पहले, या अब हो गया हूँ। बहती है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया और मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया। कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया, मिल ही गया, ओ मिल ही गया। अंजलि, क्या हुआ? न जाने क्यों आज मामी बात याद आ रही है। मेरे होते हुए तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ, पकली, रोने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। Angela, hozir Rahul bilan tanishgani qancha vaqt bo'ldi? Maktab kirgandan boshlab bilamsiz, u kuni qanday bo'ldi? Qoldim, boshlab biz ikkimiz do'st qoldik. Rahul sizning eng yaqin do'stingiz, shundaqmi? Men Rahulning eng yaqin do'sti. Rahul, ishimsin. Siz uni yaxshi ko'ramsiz. Men mangay. Nega? Bugun seshanba.
Rahul her seshanba kuni tuqqanlar bilan ko'rishga boradi. Agar siz borman desangiz, bormasam bo'ladi. Tez bo'ling, tez. Bo'ladi. Xo'sh, xo'sh. Xo'sh. Ay Xudoyim, menga yordam qilgaysan. Fizik imtihonda o'tishimga nisb qilgaysan. Darslarni tayyorlab bo'ldim, yordam qilgaysan. Hay. Qanday duo qilmoqsiz? Rahul. Hay. Yaxshimisiz? Sizdan tuqqanlaringiz bu yerdaramdi? Ha, musha yerda. Yo'q, o'tiribdi. U yoqda. Bu yoqda. Bo'pti. Rahul kana har seshanba butxonaga kelib ibodat qildi ekanda? Shundoq. Nima degan yaxshi. Maktabda nima ish kelgan so'zliga? Odatda o'g'illar butxonaga kelmaydi, shunga. Lekin siz kelasiz. Hayrat tiklansiz. Shundoq. Nima degan yaxshi. Nima degan yaxshi demasan, aslida dadam shundoq deydi. Buni maktabga kerak demoqqa. Dadam menga yana bundoq deydi. Erlar 3 kishiga bosh qo'ysa bo'ladi degan. Biri ana, yana biri dogirga bot, yana biri yana tena. Shundoq yaxshi. Qatlar sizni so'rintiraydi. Men bunda xizmat vaqtim qandoqda qashnim o'qimayman deydi. Undaq o'g'il bolada qipshirma. Hech nimani o'qimay o'tib ketasiz. Qara, opamizning katta. Taksiyag'ini siz dapsiz. Rost, buni eling. Bu nima? Sovg'a. Rahul, siz bu yerda. Uyqum kelmadi. Siz meni o'ylab uyqusiz kelmayotganligini deb keldim. Siz kunni yaxshi ko'ramsiz yoki shokoladnimi? Men hech qaysini olib kelmadim, shunga so'rab. Nima? Chaqchaq qilib qo'ydim. Qani. Rahmat. Asliga shokoladmi etkaga? Sizga bu issiq tuyulmadimi? Menga nahayatda salqin. Qarang. Majburlasangiz amal yo'qda. Ma'qul. Yasa bo'lamdi. Albatta. Rahmat. Voh, nima degan yumshoq. O'tir. Kela. Bu yerda o'tir. Rahmat. Bu yiliqi hikoya shu. Aslida er bilan xotinni o'ldirgan ularning chakri shu. Rahmat. Shundaqmi? Naqla shumi emasmi? Men o'qib Shu daqiqaning oxirini aytyapmisiz, bo'ladimcha, u bir jup er xotin o'yinga ketadi. Chakri uyda qoladi. Andan bir kuni. Men buni demadim. Qaysini? Butxona aytgan hikoyaning oxirini. Butxonada? Qaysi butxonada? Men butxonaga bormadim. Shundaq. Hili hikoyachi. Erlar 3 ayol kishiga bosh qo'ysa bo'ladi. Biri ana, yana biri dorga bot, yana Rahul. Rahul. Dadam. Takrashma. O'zingni shuna Rahul. Chiqib ketib qoldi. Bu yoqni emas. Bu yoqni yo'lga to'g'ri. Yana.
Ben boş odadan çıkıp seni tutulamazsam. Ne oldu? Yaxşı. Takırlaş. Minurga kim? Cin? Ben cin olab qalay dedim. Dahi, beni saqlagaysan. Bu nerede? Bu nerede o? Nerede bu? Özünüz uyda, özünüz oğurluq qılatamsınız neme? Mening qishimga? Anjel. Aqar yulduz qarang. Terslemez osmonda. Sizlar aqar yulduz qarab kerak qilsangiz, telegraf ijorat bo'ladi ekan deydi. Siz u yetishmamsiz? Sinab baqaylik. Keling. सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्यों चैन खोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है
संजोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है Qanda yarışdimi? Tinaga o'xshatdimmi? Tina qanda ketdi? Qara onunga. Onunga qara. Mayama. Buldum. Men salam ekanman. Sizdek chiroyli bo'g'im batdi. Lekin kiyinishni o'qimayman. Siz chiroyli Anjeli. Chiroyli. Yolg'on da'vatsiz. Ko'zingizga ulan emish tikiladi. Undaq deyman. Hey. Ben o'xshash saramani zalni qilyapsizlar. Aslida siz bek chiroyli. Bek alohida. Eng qisqasi siz yiliqaman keyni kirib olgan qizlarga o'xshamaysiz. Bilamsiz, siz o'zingiz xohlagan har qanday o'g'il bolaga erisha olasiz. Har qanday? Har qanday? Har qanday? Har qanday? Har qanday? Lekin u qarg'u bo'lish kerak. Qani dana. Bu grimni nima qildingiz? Bizning sinfga Babirdan uni qaytarib beraman. Babirdan? Bu kimdan jo? Bo'ldi qilaman. प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है Dada. Rahul. Dada. Nima dada? Siz mendan hech nimani yoshiramaysiz. Lekin Rahuldan boshqasi bo'lgan bo'lsin-mi? Bo'ldi qilaman dada. Agar Rahulning o'rnida boshqa birisi bo'lsa, men balki xush bo'lardim. Nima uchun? Sizning muhabbatingizda men bahramand bo'lgan bo'lardim. Sizni sevman dada. Menmi shu? Men sizni sevman. Siz o'ylaganingizni onunga dedingizmi? Uqmayman dada. Anjelimo Rahulni yaxshi ko'rgandek qiladi. Tina, men bilaman. Rahul sizni yaxshi ko'rdi.
Angela uning eng yaxshi do'sti. Boshqa gap yo'q. Tushundingizmi? Yaxtada. Bu chunqur do'stlikning kaynida bir chunqur hissiyat yashiringanlik qiladi. Uqmayman dada. Bu do'stlik muhabbatga aylanib ketadi qanday? Ha, qizim. Rahul bilan Angel yaxshi do'stlardir. Buni butun maktabchilar biladi. Bering. Siz berib onunga o'zimizning uni yaxshi ko'rganligini aytdim. Lekin men uning meni yaxshi ko'rganligini bilmayman. Ko'ngilga siz ko'ngil qolmasligi kerak. Berib onun katta. Ben sizni yaxshi ko'raman. Ben sizni yaxshi ko'raman. Ben birasiga bundaq deyman deb o'ylab baxmagan. Lekin ben sizni yaxshi ko'raman. Qamlashmadi. Ben onu ko'rganda mushundaq tusanmi bo'ldi-ku. Men har qatam onu ko'rganda deyman yo'q, lekin ko'rganda jur'at qilmayman. Meni ishqildi Angela. Men uni ko'rganda jur'at qilmayman. Kim bo'lmoqchi deb yana-chi. Keling Angela. Biz yana bir qatam sinab boqaylik. Siz tema bo'ling. Men Rahul. Keling. Ben sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. O shundoq demo Angela. Angela. Uningga demo Angela. Hazırlı parayı mı?
तोहफा के लाई तूने अच्छी प्रीत निभाई तूने अच्छी प्रीत निभाई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना Keçir. Angela. Ayak karan, ben bu yak karay. Makul. Angela. Siz ne olmakçı? Uyga qaytmakçı. Nima? Atamdan kaçıptı. Dadamның selametligi yaxshi ekan. Uyda manga muhtoj ekan. Saravonda o'zimi ketib ketasiz. Yo'q, ketmaysiz. Yo'q, men ketmasam bo'lmaydi. O'qishni tashlab ketsangiz qanday bo'ladi? O'qishni tashlab ketma. To'xtang, Rahul. Men seni tugib tutmayman. Rahul, men Oxirgi imtihonni tugib tutmayman, davosini. men ketmasam bo'lmaydi, Rahul. Men Angela, men. Bilmayman, Rahul. Men ketsam kelolmayman. O'qishni tashladingizmi? Menimi tashladingiz. Manga gapni qo'ymay. Baba. Rahul. Anglashni xohlamayman. Men ketdim, Rahul. Ketaver. Men ketdim. Ketaver, qarim yo'q. Yo'q, Angela, yo'q. Yo'q. Angela, ketma. Angela, ketma. Siz ketsangiz, men kim bilan top o'ynayman? Sarqitni qistirastingiz. Siz nima uchun ketdingiz? Uyga kelaman, muhtoj. Men muhtoj emasman. Endi hozir sizga kelmadi. Mendan zerikdingiz. Men imtihondan o'tamayman, Angela. O'tamayman. Angela. Endi hiliqida qizon qo'g'lishni to'xtatim. Angela. Men sizni sevg'inaman. Men sizni sevg'inaman. Shu kuni men o'zimning ularning o'rtasida qirib qolganligimni, ularning do'stligini buzganligimni his qildim. Anjelining sukiti menga hamma narsani dedi. Men shu chog'da uni dadamni yaxshi ko'rdiganligiga ishondim. Shunchalik yaxshi ko'radiki, men unchalik yaxshi ko'rardim. Shundan e'tiboran muhabbat degan do'stlik deydi. Men uning do'sti bo'ldim. Lekin eng yaqin do'sti bo'lamdim. Hozir dadam yolg'iz. Lekin u bu to'g'riliq so'zlamaydi. Men uni tushunaman. U hozir do'stga muhtoj. Muhabbatga muhtoj. U do'st Anjeli. U muhabbat Anjeli.
Angelini dadamızın kışı kaytırıp etkilen kızım. Onun tuncu muhabbetini kaytırıp gelin. Angeli bilen Rahul'ni kaytı bir-biriga qo'shib. Mana bu haqiqat. Mana bu mening orzuyim. Qanday qizim? Opamizning bu orzusini amalga oshiramsiz. Angelini Rahulning hayoti qaytirib kelin. Dadamizning hayoti qaytirib kelin. Mening orzuyimni amalga oshiring. Bu mening orzuyim. ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे Voy, Modira efendi so'zlayaptimi? Sizni tufim so'zlayaptimi? Shaxsiy liniyada. Sizlar aytgan bo'ldinglarmi? E'tiborimiz tinchlikka tushgan zamon Fadriga borgan poyezdga o'tiramiz. Ha, soat 4:da. Bo'ladi. Ish qilyapsiz. Nima? Men ish qilmadim. Yo'q, sizni demedim. Dumbaydagi xizmatchilarni da'vatdiman. Ha, bo'ladi. Men erta oldinlar chiqay. Yo'q, cho'qim chiqam. Oldin qadar unutib qolmang yana. Ha, bo'ladi, chataq. Yo'q, hargiz unutib qolmayman. Xotirjam bo'ling. Bo'ladi. Xo'sh endi. Xo'sh. Hi guys, this is Neelam and you're watching your favorite show, The Neelam Show. आज के शो में हम कुछ नया करने वाले हैं. We're going to play a game. क्या आप लोग ये गेम खेलना चाहेंगे? कैसे है? ये गेम खेलने से दिल की बात जुबान तक आ जाती है. मैं एक शब्द कहूंगी और उसे सुनते ही जो पहला शब्द आपके मन में आता है उसे कह देना. लेकिन सोचने का टाइम नहीं दिया जाएगा. ओके? ओके, we'll start with you. Badal. Sorry, time's up. Badal. बरसात. Okay. Beautiful. Neelam. Hey, thanks. Dil. Love. Okay. Love. Seema. What? You love me? Yeah. Hey guys, this game really works. देखा दिल की बात कैसे जुबान पे आ गई. अब आप ये गेम ट्राई कीजिए. We'll be back after a break. Take a break. Stupid game, stupid Neelam. पापा मैं नीलम को स्टूपिड मत कहो. ओके, हम तुम्हारी नीलम को स्टूपिड नहीं कहेंगे. चलो, अब जल्दी से बताओ तुम्हारा गेम क्या है. ओके पापा. रेडी स्टार्ट गो. सेक्सी. दादी. बदमाश. अच्छा ठीक है, मैं सीरियसली करूंगा. बोलो. बादल. पापा इतना टाइम नहीं ले सकते. अरे बाबा पानी पी रहा हूँ ना. ठीक है, अब टाइम नहीं लेंगे. अब गेम फाइनली स्टार्ट करेंगे. बोलो. बादल. हवा. पागल. तुम. हम. प्यार. दोस्ती. अंजलि. शर्मा. ये अंजलि शर्मा कौन है? कौन है? कोई नहीं है. Come on, Papa, it's my birthday. ओके, इट्स योर बर्थडे. अंजलि शर्मा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी. कॉलेज में? मेरी दोस्त थी. दोस्त? मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी. उसका नाम तो बड़ा अच्छा है पापा. कैसे थी वो? अंजलि. वो दूसरी लड़कियों की तरह तो थी नहीं. वो तो बस हम लड़कों जैसी थी. पता है सब लड़कियां मेकअप करती थी. और अंजलि बास्केटबॉल खेलती थी. और कपड़े वो मेरे जैसे पहनती थी. सच. झिल्ली
थी मेरी अंजलि। सजना, संवरना, खूबसूरत लगना ये सब तो उसको आता ही नहीं था। बस, या अभी भी और कुछ पूछना है? पापा वो कहाँ है? पता नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारी सगाई हो रही है अंजलि। अच्छा सुन, बाबा जी आ गए नीचे तेरी शादी की तारीख पक्की करने। हाँ, वो वाला दिखाना। अरे अब कितना सजोगी, चलो अमन उतावला हो रहा है। उसे कहो इंतजार करे, ये दुल्हन वक्त लगाएगी।
नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 Konuyun adresi iken, Yamoy'un adresi neylerini tapma. Çoğunluğundan maşincilik işini kıtamamsız? Siz bir şey bunu başlayalım. Mektep moderatörü, maşincilik işimi koldun kenken. Mektep moderatörü nerede çıktı? Sotak duram. Angela Sherman nerede? O çok mu bozuldu? Ben Angel'ın adresini hiç kimde vermeyin de evet kılgandım. Bezdeki yaratıların kağıt yok. Onu bilmeyim. Lekin ben Angel'e verdi kılgandım. Rafiyada benim ismim Angeli. Bana da tanımsız. Mudir efendim, bugün onun hakkılıkçı, kile hep de toyu buludu. Angel'i çondadısına gittiğine ret kılamaydı. O bugün toyunu bir git geldi. Şerefki çıkıp kapsıla. Mudir efendim, ben bu ayette şu yere bağırmak için. Onluk dolaşım mümkün emez. Ben babamı vergideyken onluk dolaşım mümkün emez. Yok. Dada, toy günlük kaçanı bektiniz. Kaçanı beksek ola. Bularni Aman'ın ülkeler et yaptı. Şundak mı? Aman London'a kaytmak çıkken. Şuna şu ayının içinde kısak sizden çıkandak dola. Şu ayının içinde? Ha, dada. Mudir efendim, eğer baldırık kelgen bolsanız, Bakarım. Kızım, Angel'ın yıldızları teatr çıkıyordu. Bu ayda bomba tek. keler ayda kandak bola. Gelir ayda mı bombaydı? Angel'ın toyu 12. aydan burun bolsa herkes bombaydı. Vay. Allah Teala'nın uluğluğunu.
Bugün gördüm. Kızımızın duası kabul oldu. Angel'dan toy geçiştirilipti. Angeli, senden bir narsani so'rayman. So'ra. Sen rozimi qizim? Bu qanday savol opa? Men albatta rozi. Biz ma'qul bo'ldik. Aman o'zini bek yaxshi. Meni bek yaxshi ko'radi. Lekin qizim, sen uni yaxshi ko'ramsan. Angeli, men faqat bizni yaxshi ko'rgan. Faqat bizni yaxshi ko'rgan. Yana birisini o'qimayman. Lekin biz kelishalaymiz. kelishalaymiz. Men qizimni kelishalaymiz deb to'y qildi deb o'ylamabman. Muhabbat yo'q. Men sening opang. Men seni baxtli bo'lsin, inoq oilasi bo'lsin demaymanmi? Muhabbat bo'lmagan oila bo'lmay turalg'u joy bo'ladi. Qavlni o'zing bil qizim. Bu ishni yaxshi o'yinni sirtalab qil. O'zing bil. Yaxshi o'yla. Bundaq denizatlar bilan chiqishamayman. Aman. O'tdamda. O'tdi. Bilamsiz, degan dadam denizatlar bilan bir chiqdi. Dadamı... Bunun için biz o toyunu kechiktiribdi. Men endi uzoq saqlayamayman. Men qaraqim bundan qisa bo'g'iz erkib qoladi. Qanday siz bizdan tilak bilamsiz? Nima tilay? Sizni menga bergan bo'lsa, agar 3-4 bola ba'da tilisam, u beralamki, o'zim tirishsam, bo'lmaydi-da. Oy amana. Amana. Good morning. Sabere तुम आंगन में वेख्या सी टॉपलेस रसरत शसरत ते हो कमो बुढ़ापे में जवानी बुढ़ी होगी तू ओए हटनी तंग न कर इस बेचारे नु कितना सोना ते प्यारा मुंडा है तेरा कोई प्राशा नहीं है साड़ी गुरप्रीत ही बड़ी सोनी है गुरप्रीत साड़ी जसप्रीत मिस चंडीगढ़ है चंडीगढ़ सुनो बाबा जी पाठ शुरू करने वाले हैं चलो जल्दी करो चलो Angeli, sana telefon. Rahmet sizga qiynaldi. Shikastsizki o'g'lim. Voy. Men sizni suyman. Aman. Voy. Meni bo'zaq qilmang. Qandaq? Meni tashlab ketdingiz. Aman, bu telefonni kim urgandi? Voy. Siz bolalarni Shamlag'i lagerga borasiz. Sizni bombaga borasiz-ku. Men kelib boraman. Siz qaraylik. Siz deysiz, men bolalarni har yil olib boraman. U bolalar hayotimning bir qismi. Qandaq? Shundaq. U bolalar hayotingizning bir qismi. Men bilan qaringiz yo'q. Voy. Siz meni yaxshi ko'rmaydigandek tuyulasiz. Chunki sizni yaxshi ko'rmayman. Sizni men bilan to'y qilganingiz yo'qmi? To'g'ri, qizim yo'q. Agar siz joyli qilsangiz, qo'lingizni topqan peti nikohga bermoqchimi? Siz zo'rlik qilmoqchimi?
Eğer mecbur kısınız. Cüret kılalamsız. Beni qarab durun, ha? Ben tağamdan kışırı verip geleyim. Siz şımlağa lagırık veriyorum. Yazlık lager. Shimla? Nima? Yazık lagır? Şımla? Oh, yak. Siz lagırığı basınız olmaydı kızım. O yerde tıkı kar mı ba? Baba yazlık lager babasının. Kandaklı lagır olsun beyle, bamaysa. O yaşıptı mı? Biz o yerde nakşı etimiz, usul oynayımız. Siz bilirsiniz ben nakşısılık kancılık kızlıkımın. Sen kaçanı beri nakşısılık kızlık olacaksın, ha? Buradan yak degen ki yak. Kutuma, yak. Onda kımam dada. Doktu bak. Ya kapa, olmaydı. Ya kapa, olmaydı. Bu diyecek bir şey doksun. Ben onu öyle bile barıdan tırsam. O bazı nim boktu, ha? Üstümüz kalay dada. Barmen. Oldu. Oldu bağızgın. Ama sen. Yak degen ki hiç kimden bir ruhsat yok. Sakalışma hiç kadar kayıt yok. Hiç kimden bir ruhsat yok. Ama sen. Bana. Bana sen. Hap oldun mu? Geçirgin. Hiç kap yok. Sen de oldu. Oldu. Yine bozak diyelim. Sizlerle pasanla bozulduğu diyelim emez. Solama. Ben zıgır geptim. Karan geptim. Kayıtıp çekende kılışaydı. Dada. Yendime. Ich bin Osteni. Ben de hikayemeydim. Size sallamda ayran duyarsınlar. Ne oldu? Çapur, işte ne yapacak? Ya, başı ne yapacak? Elci, biz o yazıklar gırgı barımızdan bağımıza neyin paydası? Ana, yadınızdı mı? Ben 4 yaş vaktimde dadam London'a ketkendi. Neyse çağda katık sıkan bop kaldı. Ana, dadamdan işten taşlap koyduk tegendi. Doğru. Doğru. Efendim siz degende kısa kandak ola. Kekirim. Hiç kısı yok. Baba. Söylediğim aşığın zali. Kekirim, anadatandan çakırıp kılsınız. Kim bulursunuz? Anjali. Buludu. Bey, söylediğim aşığın zali. Dadamını çakırıp kılsın. Dadam? Ular dadamın kimliğini tanıdak buludu. İsmi ne de? Rahul Efendi'ni çakırıp verensin. Siz kim bulursunuz? Buludu Anjali. Bu keser yazıklar gırgı barıda kalığımız ne de? Hürmetlik Rahul ve Aman Efendi, silek telefon. Ben Rahul. Şikini numaralı koy. Rahmet. Geçirim. Hey, kadirligim. Vay. Anamdan hiç anlayamıyor ortamım. Ben anlamadım hakkını sözden. Sözden bırak. Kadirligim. Sizi sevmem. Vay. Anlamadım siz. Ben ertelerde mangıdığım oldum. Nime var ben? Yazıklar gırga. Yani şu yazıklar görmü gibi mi? Ben bağmaysız degen ki bağmaysız. Buldu bağmak. Allah'tan siz neymen bekle. Beni bir suyu koyan siz. Ha? Hey, ben sana apam. Ben karan, ben sizin bıçakçınızı yaktırmadım. Apam ölüp etkili onun için oldu. Kuda. Ne hayatırsam beni öldüreydi o. Bir iş yapamaydı, bağmaysızla. Aman bilip kapından çiçeceksiniz. Çünkü ben sizge bir gepni devirmem o. Eğer yeni bardığa bolsanız, ben hazır mı kayıp verip, yüzünüzge bir şapla koydan, usunuz mu? Aman siz soramazsınız. Anjali. Dadam o sarang bıktı. Anjali. Anjali? Okşumaslık.
Оқышмаслар. Рауыл қанна. Аман мекра. Оқшайсызын болғашқа бітікше алмашта. Өтішімен. Менің әнжелем сіздекеден көп чырайлық. Яқ, менің әнжелем чырайлық. Шондақ ма, лекен мен керек чырайлық емес. Чырайлық емес. Менің әнжелем 8 жасқа кішік қыз. Апла, ондақ болса сіздің әнжеліңіз менекеден чырайлық екен да. Сіздің әнжеліңізбен бақытты болышыңызды тілеймін. Мен мұшындақ. Әшімші. Қош. Qadrlik baba, yaxshimisiz? Biz sizga demayli yo'lga chiqdik. Sizni kechiring. Lekin bilishingiz kerak, men naqsh usulga qanchalik qiziqaman. Meni sevgindingiz, chidab turing. Qizingiz Anjeli. Chidab turmayman. Anjeli. Good morning, kids. Welcome to Camp Sunshine. This camp का manager मैं कर्नल अल्बेड़ा आप सबको height और weight note करेगा. Okay? 24 very nice. Fruits खाओ, food खाओ. That's good. 30 very nice, very nice. 80 very. ये कौन सा बच्चा है? Hey! Who are you? मैं दादी. Who's daddy? अंजलि की दादी. And who are you? My manager इधर का कैंप का. Okay? Hello. Listen, no mommy, daddy allowed here in this camp. Oh really? तो मैं अंजलि को यहाँ अकेले आने देती क्यों? क्या? तुमने मिस अंजलि को देखा है? मिस अंजलि? क्या? अंग्रेजों का झंडा मेरे भारत में. अभी देखती हूँ. Almeida. Hey, 1 minute. You take group number 6. Almeida. Go. What is it? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अंग्रेजों का झंडा लगा रखा है तुमने? Oh, I love England. मेरा पापा अंग्रेज के जमाने का टेलर था. ये झंडा भी उससे का था, you know. अंग्रेज चले गए, अल्मेडा छोड़ गए. That's good. अरे बेशरम, तुमको बच्चों को सिखाना चाहिए मेरा भारत महान. कुछ भारत. Anjeli. Oh, mening ismim Anjeli. Sizning ismingiz nima ekan Anjeli? Bu ismni balkim ota-onam yoqtirib qolgandi, shuning uchun. Sizning ismingiz nima ekan Anjeli? Bu ismni balkim ota-onam yoqtirib qolgandi, shuning uchun. Hay, bu Almeida asarli nima ketgan bu? Yaxshimisiz? Almeida? Need your blessings, mommy. Almeida? Oh, stop following me. मत करो मेरे पीछा. अच्छा, तुम ये बताओ किचन कहाँ है? मैं देखना चाहती हूँ तुम खाना कैसे पकाते हो. What? और यहाँ पूजा घर कहाँ है? पूजा ड्यूटी पर नहीं आया है. ओहो, पूजा यानी प्रार्थना, यानी भगवान को याद करना. ओ मैडम, ये सब नहीं होता है इधर. क्या? यहाँ सुबह सुबह आरती नहीं होती? आरती? किस आरती? अलमेडा! तारे गिन रहे हो?
तारे गिन रहे हो? खुलता ही नहीं। Good night, Mr. Almeida. Good night, darling London, which is falling down, falling down, falling. Sevimli Xudo, dadamning qo'shib bo'lishig'ini ko'raysan. U meni bek sog'inib ketmasin. O'zingiz bilasiz, men bo'lmasam u ishni qilolmaydi. Sizdan o'tinib qolay. Tutildingizmi? Anjeli senin. Hamma duoyingiz o'timiz uchunmi yoki dadam uchunmi? Men unday qilmasam ham bo'ladi. Nima uchun? Çünkü o bu bilen bile nime gerek olsa özünü soruyalaydı. Ha, oldu. Yaxşı çıkarım. Sizni bek sevindim. İgizirek, yana igizirek. Bu programını görsünler, kızıktırlar. Nime'ye varan turlar? Hadi, nime olmalarını evden akarıp yapırlar. Hem de bana telefon kılma. Ben başka birisini edip aldım. Bu numara ne meydanda taktığımda. Ben bu sözü... Ben bu sözü Angela demekti. Ben sizi yaş görmen Angela. Siz beni dışına koyup erkettiniz. Siz bulmuşsanız ben kaçlık yolsuzluk hissini ben. Tez kaçıp gelin Angela. Olmasa ben çıtap duramayı gidemem. Sırada ben köygüm geldi. Petrim, Angela degen kim? Angela, benim 8 yaş kirgen kızım. O şimdilağı lazırlık etken idi. Neylan, siz onu da o kaytıp gelsin. O sizin gitmenizden çok olmalıydı. O kaytıp gelsin. Angela, kadının sizni pek sevnipti. Kaytıp gelin. Bulandı. Angela, anladınız mı? Kolada. London'dan size bir fax geldi. Hayır. Rahmet. Doğru Rahul efendim. Her türlü oturuşta. Hadi görüşelim. Baba! Yukam.
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन Anjali. Salomatligingiz yaxshimi? Yaxshi, qanaqdaysiz? Chiroyli o'qitasiz. Yana tiqib bo'lsin
Otadan xabarim yo'q ekan. Kechiring. Qanday qilyapsiz? Siz yo'qolib ketgan tursangiz. Biz kechib ketgandik. Do'stligimiz vatan ko'chib ketdimi? Do'stimga hojitim tushganda sizni topolmadim. Siz yo'q. Siz qaytib payqamadingizmi? Sizni topolmadim. Bo'lmasa sizni nima qilasizlar? Rahul. Anjeli, biz bir qatim tug'ilamiz. Bir qatim to'y qilamiz. Shundaqmi? Bir qatim bo'lamda. Sizmi to'y qilmadingizmi? Siz yo'qda. Aqar yo'qda. Hozir nishlamsiz? Yo'q. Siz-chi? Yo'q. Mamangay. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Anjeli. Siz nima tiladingiz? Yaxshi ko'ring, Rahul. Xayr xo'sh. Yaxshi ko'ring. Xo'sh. Xayr xo'sh. क्या खबर लाई हो? बहुत बुरी खबर है दादी। वो दोनों तो ऐसे बिहेव करे जैसे कि पहली बार मिले। गुड नाइट राहुल, गुड नाइट अंजलि। नहीं, आप क्या करें? करे तो क्या करें? क्या आपके पास कोई आइडिया है दादी? आइडिया? बस पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी। ओ कम ऑन दादी। क्या करे? अब आप ही बताइए क्या करे? क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? ये सिखाया है मैंने तुमको। बिग बॉयज डोंट फाइट। लड़की है। तुम क्यों रही हो? इससे पहले मुझे मारा था। मैंने देखा था कि लड़कियां भी बास्केटबॉल खेल सकती है और इससे कहा लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेल सकती। इसने तुमसे सच कहा और तुम इससे लड़ने लगी। क्यों? रोज कॉलेज में मिस अंजलि आपको बास्केटबॉल में हरा नहीं देती थी क्या? चुप। रोज नहीं हराती थी, कभी कभी हराती थी। ओके या राहुल तुम रोज हारते थे। याद करो अंजलि, तुम रोज हारती थी। राहुल तुम रोज हारते थे। नो अंजलि। यस राहुल। बच्चों के सामने झूठ मत बोलो, बुरा असर पड़ेगा। कम है। क्या? मैं झूठ बोल रही हूँ? तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठी या वो सच तो ये है कि तुम सिर्फ चीटिंग करके जीत सकते हो। डोंट कॉल मी चीटर, ओके? That's what you are. Cheater. अंजलि चीटर नहीं। Rahul is Oh, the she's cheater. sorry. No. He is cheater. Don't listen to her. Cheater. Or we kill her. Okay, I'm all right. Oh my God. I'm all right. Yeah. मैं तुम्हें अभी इसी वक्त चैलेंज करती हूँ, मेरे साथ खेलो। Don't be silly, अंजलि। डर गए राहुल? राहुल खन्ना कभी भी किसी से डरता नहीं है। We will see. Yo, come on, Rahul. तुम फिर से आ जाओगे राहुल।
मैं 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं नहीं हारूंगा। सुनो, जरा साड़ी संभाल के। वो था ना कुछ सिली सा ना 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 Give it to me. Idiot. खेलना नहीं आता तो चीटिंग तो मत करो ना। मुझे चीटर मत बुलाओ। Hey, you are a teacher. Teacher. Hey. One cannot play basketball. लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती। Hey, give it to me. Yes. Hey, look at the loser. सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। लड़का बड़ा अनजाना है, सपना है सच है फसाना है, हाँ हाँ ये पगला बिल्कुल ना बदला, ये तो वही दीवाना है।
कुछ कुछ होता है। ओके निखिल, निखिल ये तुम्हारी चिट्ठी है और ममता ये तुम्हारी चिट्ठी है। ओके ओके किड्स, अब सुनो, सब मम्मियाँ कंप्लेन कर रही हैं कि कोई वापस जवाब नहीं दे रहा और तुम्हारी मम्मी से मैंने शिकायत की है कि तुम कुछ नहीं करते। ओके आज स्टॉप दैट ड्राइंग, स्टॉप ड्राइंग, स्टॉप ड्राइंग। ओके सब मेरे सामने अपनी अपनी मम्मी को चिट्ठी लिखेंगे। ओके कम ऑन स्टार्ट, पास इट डाउन, पास इट डाउन। अंजलि तुम भी अपनी मम्मी को। Eğer siz benim bo'lgan bo'lsangiz, qancha xush bo'lardingiz. Chunki sizning qizingizdek yaxshi. Chunki uning ismi Anjlida. Bilamsiz, hammadan xushallanarligi u xuddi sizga o'xshash. Uning ko'zlari, uning chiroyi sizga o'xshash. अब मुझे परिवार अधूरा नहीं लगता, अधूरा नहीं लगता। Good morning. Are you ready? Yes, the cheese. ओहो, फोटोग्राफ हो रहे हैं वो भी मेरे बिना। चलो मैं आ गई। हेलो मिस्टर मेडा। हेलो। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? मैं सारी? बहुत मैं यहाँ बैठूं? आइए आइए, बैठे 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 प्लीज। नो 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 नो, ऊपर को थोड़ा ऊपर। ऊपर? उधर ने थोड़ा ऊपर। अरे तू मुझे कहाँ भेज रहा है? ये तो मुझे बिल्कुल ऊपर भेज देगा। और थोड़ा ऊपर। अच्छा, यहाँ बैठ जाओ। ओके। कैसी लग रही हूँ मैं? You are fantastic, beautiful. Thank you. Okay, ready, ready. That's good. Okay, 1, 2, cheese. Fantastic. That's good. Hold it, please. क्या हुआ मिस्टर अलमेरा? ओहो, I don't know. Something missing. कुछ गड़बड़ है। अब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ले लो। 1, 2, 3. Please excuse me, or just dono, eh? Thank you very much. Now little closer. Please. लेकिन नो मिस्टर अलमेरा प्लीज, बहुत हो गया ना अभी। और अंजलि ले लो ना। Please come on. कर्नल कर्नल प्लीज, कर्नल नो, इट्स रियली। Hey, come on, Anjali. Look at this mother-in-law. Buradan qara qaynapa, dunyoda buningdan chiroyli kim bor? Bak chiroylikan. Anjali bu rasmga bak chiroyli chiqibdi-a? Rasma, men unda qo'ymayman. Bo'ldi, bo'ldi, yolg'on so'zima. Har qachon shundoq deysiz. Uni ko'rgan kat kunda rasmga qarab o'ltirsiz. Qanday qilay qaynapa? Aman, to'y degan 13 kun joyda bo'ladi. Nima uchun Londonga berib kelmaysiz? Ay. Ya, opa. Ha? Nimishga? Chunki qizingiz menga ishonmaydi. Aman. To'y qilishga shuncha tasti qo'shildi. Endi o't aylanishni nima deydi? Peri. Peri qachonki bo'lmaguncha men bu yerdan ketmayman. Qarang sizning uni shunchalik yaxshi ko'ramsiz, ha? Yo'q.
Lekin u menga meni yaxshi ko'rmaydigandek tuyuladi. Yaxshi ko'rmaydi. Sen apa? U meni yaxshi ko'rmaydi. Shundaqmi? Aman, siz sarang bo'psiz. जवाब दे। आज हम एक नया गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है तामशराज। इस गेम में 2 टीम्स हैं। ये है टीम ए और ये है टीम बी। इस गेम में एक टीम दूसरी टीम के किसी एक या 2 प्लेयर्स को चुपके से एक फिल्म का नाम बताएगी। फिर उस प्लेयर को बिना मुंह खोले, बिना कुछ बोले, सिर्फ एक्टिंग करके अपनी टीम को समझाना होगा कि इस फिल्म का नाम क्या है। लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते, हाँ? सिंपल। लेट्स स्टार्ट विद टीम ए। Come on. Okay. Okay. अब देखो kids, it's like, you know. आप बोल नहीं सकते। This is cheating. You are a cheater. Hey, come on यार, तुम इतना नहीं कर सकती. Go on. Yeah, right. Okay. Yeah, everybody, yeah, she's doing it. All right. Close your eyes. Wow. That's right. All right, yeah. बहुत सेक्सी था. वेलकम. No. ये मुझसे नहीं होगा. बच्चों नहीं बाबा नहीं. ये तो Even मैं भी हिंदी पिक्चर नहीं देखता, you know. I love Gone with the Wind. अच्छा बेटे. क्या उधर? But why? Because I'm telling you, क्या उधर? दादी gone mad यार. Yes. अब झुक जाओ. झुक जाओ. ऐसा? Yes. मम्मी माधुरी, हम आपके हैं कौन? Okay. It's my turn. Yeah. ऐसी कोई फिल्म नहीं है. है पापा है. नहीं ऐसी कोई फिल्म नहीं है अंजलि. है पापा. अरे बाबा मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी ना. अरे एक मिनट. अरे फिल्म का नाम है, मैंने खुद देखा है. क्या है फिल्म का नाम? All right, okay. Yeah, okay. 3 words. हाँ मुझे मालूम है 3 है, लेकिन फिर राहुल तू ये क्या कर रहा है? Your son is gone mad. राहुल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. क्या कर रहे हो? Come on राहुल. अब नो. अब
What? Oh. Oh. I love you. फिर से करो. No. He's doing it wrong. I love you. I love you. तुम इतना नहीं कर पाए. नहीं कर पाया. कर पाती तो हम जीत जाते ना. Anjali, 난 백동만 기도하더만. 난 렌즈랑, 난 스스로의 것이 싫어. Muzyki yok. Hey. Ben de sizi yaxşı görmedim.
Almida, Badrat'ın yapatıdı. Sen üstüge kılam. Anjeli. Apa, Anjeli'ni ko'rdingizmi? Mana men turmamdi. Bu ana seni birdi. Beklemedimi? Görmedin. Beklemedi. Qarasa yetibdi. Rahul, men. Anjeli. Mening deydigan gapim bor. Men aslida endi boshlayda tursam, siz yo'qsiz. Bu planı lagırın ama. Yaxshimisiz? Men sizni bir yer ko'rinib qilaman bu. Nerede? Telefon kanıda. Shundoq. To'g'ri topdingiz. Siz bu yerda nima ish qilyapsiz? Bu sizning Anjelingizmi? Bu mening Anjelim. Bu mening Anjelim. Vah, bak gelsen. Xuddi Maylel Jordandek bak gelsen. Unchalik istamas. Men turg'ichi. Turg'ichi? Ishonmayman, mumkin emas. Undaqda uqqan kim u? Gapla. Anjeli. Sening Anjeling? Yo'q. Sening Anjeling. Mening Anjeling? Basketbol o'ynaydi. Menga depagina, sen uni bilan tavoqdash. U qanday qizdi? Do'st kimdi? Onu bilgim kilovatıdı. O mesleğimizden cennetti. O hemmisiga işitip beretti. Ötkepti, hiç gep yok. Kara dostum, o hazır ma işitip berdi. Sen qanday işitip berdi? Sana desem, men onu bek yaxshi ko'raman. Bilamsan, bek yaxshi ko'raman. Bilaman. Deydigan dexe, seni qandaqmi do'stliging bo'lsin, do'stingning ma'qulchiligi qatnashmamsan? Gapla. Maqulchi bo'ldimi? Bo'ldi, lekin baktasi bo'ldi. Baktasi. To'yimiz 13 oyda bo'ladi. Meningcha, do'stim deb qo'y. Agar u 13 oyda men bilan to'y qilmasa, men to'p bilan to'y qilaman. To'p bilan. Xo'sh. Biz bir qatim tug'ilamiz, bir qatim o'lamiz. To'ymi bir qatim bo'ladi. Muhabbatmi? Anjeli. Mard erlardek ojiz keldi. Başla ojiz keldi. Ular prinsipni so'zlaydi. Xuddi ularda ko'ngil yo'qdek. Lekin biz ularga shuni bildirishimiz kerakki, ko'ngildagi hissiyot prinsip orqali ifodalanmaydi. Balki söz orqali ifodalanadi. Men demoqchi, muhabbatni ikkinchi tarafga so'z bilan ifodalash kerak. Bence ko'nglingiznida ba'zida ko'ngildikin deganda ko'ngli og'rishi mumkin. Agar demasangiz ko'nglingiz og'rimamdi. Rosa og'rimamdi. Muborak bo'lsin! Muborak bo'lsin! Anjelining to'y qilgan bo'lsa, muborak bo'lsin! Muborak bo'lsin! Anjelining to'y qilgan bo'lsa. Muborak bo'lsin! Anjeli, siz menga ismini demoqchisiz-ku. Amal menga hammani dedi. Muborak bo'lsin! Siz razımı? Beni anla, hoş buldunuz mu? Ben hoş. Qanday hoş bulasınız?
men tushunmadim. Bundaq ishlar bo'lib turdi, Rahul. Siz tushunmaysiz. Bundaq ishlar bo'lib turdi, Anjel. Siz tushunmaysiz. Tog'a? Ha? Men sizdan bir savol so'rsam bo'ladimi? Bo'ladi. Siz nima uchun Anjel bilan to'y qilasiz? Qanday? Qilsa bo'lganda? Bu bek oddiy. Tushuntirib beraymi? Qani tushuntiring. Siz nima degan kelishgan? Ne bo'ldi? Siz nima degan chiroyli? Rahmat, sizga rahmat. Lekin bu Anjel shunday chiroyli emas. To'g'ri deysiz. Hem qora, hem semiz, hem poka. Bilamsiz, sizga har chiroyli qizlar chiqadi. Her chiroyli? Undaqda siz menga tegmabsiz. Yo'q. Nemishga? Men shunday qilishmi? Unda bo'lsa siz menga bir chiroyli qizni tepib bering. Tep qo'ydim. Kim o? Qarang. Endi riyosatchi Nilam shuma? Bu Anjeli qanday qiladi? Uningga birini tepib bering. Tep qo'ydim. Tep qo'ydim? Tep qo'ydim. Tep beraymi? Yo'q. Tep beray. Yo'q. Tep beraychi. Topmam. Men bugun kechib ketaman. Hoş Avni'de atandım. Siz buni e'lon qilgan. Shu kundan boshlab uning yangi turmushi boshlangan. Bugundan boshlab sizmi yangi turmushingizni boshlaysiz. Men bilan. Siz Rahul bilan cho'qim baxtli bo'lasiz.
to'yning tayyorligini qilinglar. Uni kechiktirgim yo'q. Lekin qizim, dadam 13 kundan burun to'y qilsak bo'lmaydi degan tursa. Ota. Baxt saodatni kun belgilaydi, taqdir belgilamaydi. Uni hech kim o'zgartirmaydi. Geldi, başkasını koyup bu yak gelinglar. Yaxshimisiz? Siz Rahul'gu deyman. Men Anjeli bilan. Bilaman. Anjeldan to'y bo'lib o'tamdi. Anjeli tuyuqsiz to'y qilgan bo'lib qoldi. Shunga biz tuzuk tayyorlik qilamidik. Hada bu yoqqa kelinglar, mana hozir. Sizlar birdan o'tirib turinglar. Men hozirlik kelaman. Hozirlar. Anjeli, aqar yurtuz qarab kerak kelsangiz, telegrams ijobat bo'layotgan deydi. Biladi.
Fotoşerden kaldı. Kızını çakırın. अंजलि Vakit duruyla kaldı. Kızını çakırın. Anjeli, tez bağın. Eğer cahillik kısınız kolunuzdan tatkan peki nikaha aparmaydı gendim o. Bilemsiz. Ben hemşe sizin közünüzden benim közümdeki muhabbetini izleydim. Bu muhabbetini bugün gördüm. Lekin o benim için emas. Siz sarankensiz Anjeli. Siz fakat onunu yaxshi ko'rgan. Shunda boshlab siz muhabbatni bilgan. Buni tushungan. Siz onunu yaxshi ko'rgan. Rahul sizning tunji muhabbatiniz. Tunji muhabbat qanday bo'ladi? Uni mendan so'rang. Lekin siz men uchun uni tashlamoqchi bo'ldingiz. Sarang'ofsiz. Men bu muhabbatning o'tirig'iga qanday sig'aman? Manga o'rin yo'q. Siz menga sizga kelishgan ekansiz. Sizga har chiroyli qizlar chiqadi degan. Men demakchi. Bering. Bering.
साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल न बदली, ये तो वही दीवानी है। लड़का बड़ा अनजाना है, सपना है सच है फसाना है, हाँ हाँ ये पगला बिल्कुल ना बदला, ये तो वही दीवाना है। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, हाँ हाँ ये पगला बिल्कुल ना बदला, ये तो वही दीवाना है। तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, जागे न सोता है, कुछ कुछ होता कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ हो